Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2022 yil 5-oyning 15-kuni yakshanba. Odatdagidek men oldi bilan iqtisodiy vaziyat haqida qisqacha to'xtalib o'taman. Andan keyin sayyora bir necha tema haqida ham so'zlab o'taman. Xabaringlarda bo'lganidek bu yil 1-oydan boshlab Amerikaning pul muomala bozorida nihoyatda cho'ng cho'kish bo'ldi. Mundaq aytgan vaqtda bozor kasat bozorga qarab yo'zlanyapti. Ya'ni shu 1-oyning oxiridan boshlab hozirgacha bo'lgan ahvol ostida 7 trillion dollar qimmatidagi boylik pul muomala bozoridan uchib ketdi. Bundaq aytgan vaqtda kanalning 1-leksiyasida men pensiya puli haqida so'zlagan, ya'ni kishilarni keng yashangan vaqtdagi hojatlari uchun bir qalqon bo'ladigan pensiya puliga pul qo'yish haqida boshlagan emasman bu kanalni. Yani kichkina uchirib berish orqali. Ko'pchilik yani shu leksiyani anglagan qarindoshlarning ba'zilari qo'yib kelayotgan, anglayotganlarning ba'zilari qo'yishga boshlagan. Mana shu pensiya pullarida hozir nihoyat cho'kish bo'ldi. Masalan, 17-18%lik yo'qotish bo'ldi qimmatini. Yani necha yilning oldida, necha yildan buyon erishgan foyda, ya'ni pul muomala bozoriga selingan dasmaydan chiqqan foyda hozir uchib ketdi. Bu Amerikaning iqtisodida mushu asrning 22 yilning ichida 3-qatimliq shunday bir cho'ng cho'kish bo'ldi paycheka bozoridagi. Ya'ni birinchisi 2001-yillardagi .com, ya'ni internet ko'pikiningki pachaqlanishi, taqab ketishi shu mezgilda. Ikkinchisi 2008-yildagi pul muomala krizisi shunday bo'ldi. Andan keyin Covidning vaqtidami, Covid yangi boshlangan vaqtda 2020-yilning boshlardimi shunday bo'lgan. Hozirni ma'ni qo'shib aytsak, bu 4-qatimliq bir cho'kish bo'ladi ekan, 3-chi emas, 4-qatimliq pul muomala bozoridagi cho'kish bo'ladi ekan. Hamda ishlarning sababi bo'ladi. Agar biz buni bir natija desak, ya'ni mablag'chilarning bu yerki mablag'chilar mendak, sizdak, ya iPad'amdak yakki mablag'chilardan sirt asosligi bo'la institutional investors deydi. Ya'ni organlashgan, sistemlashgan o'rinlarningki mesela pensiya pulini boshqarib turadigan, andan mandaq halaqa havola fondlarini boshqarib turadigan o'sha shirkatlarning qichishi bo'ladi. Ya'ni bu paychekini halaqa paycheka bozoridan chiqishi deganda qo'ldagi narsani mayli u pul muomala bozori deganimizda paycheka bozori, zaim bozori bu ishlarni o'zi chaladi. Mana o'shalarni setib chiqarib o'tish, hammadan halaqa sata bozorlab ketganlikni ko'rsatadi. Endi bir narsani ta'minlagan odam, ta'minlash odatda bozorda ta'minlash jiq bo'lsa, talab azaysa, uning bahasi tushadigan gap. Ya'ni kishilarda odatda paycheka bozoridagi psixologik ahvol ham kishilarning shu. Ya'ni narsalarning bahasi cho'kishga boshlagan vaqtda, bir yuzlanishni olgan vaqtda, ayrim ahvol emas, bir yuzlanishga o'tgan vaqtda kishilarda bir xil qo'rqinchni paydo qilib, ham sata bilan mush ahvolni keltirib chiqarayotgan gap. Andan keyin paycheki ko'tarilishga boshlagan vaqtimi yoki ma'lum bir aksiya yoki ma'lum bir pul muomala mulki shunda uning bahasi ko'tarilishga boshlagan vaqtda kishilar uningga yana chap-chap holda olg'a o'tadigan gap, ya'ni setilish qo'rinan gap. Bu xuddi ayni vaqtdagi Dogecoin'ning bozorida shunday ahvol ko'rilgan gap. Qayerga bo'lsa odamlar Dogecoin 5 chorvachining 5 qo'yi va qo'yning gapini qilgandagidek qayerga bo'lsa shu Dogecoin'ning gapini qilib ketgan. Bu shunday bir ahvol bo'lgan. Endi hozir bu butun ishlar nima desa, birsi iqtisod o'zininki iqtisodiy faoliyatlarning o'zida bir xil qatangliq tushib qolganlik. Ya'ni mashina haydab ketib olsak normalda, bir qatang uchrab qolsa, mashina o shofir uni bilmay qolib qolsa, qatang uchib salsa, nim bo'ldi, choq yemirildi. Shuning bilan surat aslaydi. Yoki to'xtab qoldi. Shunday ahvollar bo'lib qolyapti-da hozir. Ya'ni Covid'ninki yamirishi. Dunyo vaziyatidagi geopolitics deb qo'yamiz, jo'grafiyalik va siyosiy voqealarninki, to'qinishlarninki bu malbasninki iqtisodga ko'rsatgan ta'siri cho'nqur bo'lyapti. Masalan, 2-oyning oxirida boshlangan Rossiyaning Ukrainaga hujum qilish bilan, andan keyin Amerika va NATOni bosh qilgan g'arb kuchlarininki Rossiyaning iqtisodiga qo'ygan jazosi bilan, chunki jinoyatni o'tkazgan yoki askarlikni qilgan odamga muayyan jazo bo'lmasa, u ishini qilaveradi. Shunaqmi? Shunga
bu Amerika başlıq dövlətdə Rusiyaga iqtisodiy embargo yurgizdi. Ya'ni nurg'un oligarklarni deymiz, Putinning atrofidagi milliarderlarni mal mulkini to'ng'itishdan sirt, ya'ni shu davlatninki mahsulotlarga cheklama qo'ydi. Ya'ni neft gazlarni olmaslik, neftlarni olmaslik va hokazo deganga o'xshash. Shuning bilan birlikda bu nimani keltirib chiqadi desa, bu dunyoda açlıq bahasının örülüşünü, ananınki, neftlarninki, gazlarninki qısılışı yoki ilinmaslik, setib ilinmaslik, to'shilish jihatidagi qiyinchilik, Covidning ta'siridan bu ishlar dunyoning iqtisodida umumyuzlik bir xil cho'kinishni, ya'ni cho'kishni keltirib chiqadi. Ya'ni iqtisod ravon bo'lmay qoldi degan gap. Bu energiya degan sanoatning qiyini, energiya bo'lmagan vaqt ahvol ostida yoki az energiyaning qiymati oshib ketgan vaqtida bu nima bo'ladi? Bu pul baholigini, pulninki setib olish kuchini, ya'ni bahoni oshirib turgan gap. Kishilarning kirimi o'smagan ahvol ostida bahoning eshishi bu kishilarning amaliy kirimini tuvanlatadi, turmushning sifatini tuvanlatadi degan gap. Mana bu shunday sabablar, bu geopolitik sabablar, ya'ni jug'rafiyalik rayondagi to'qinish va buning siyosiy ham iqtisodiy ta'sirlari, uning ustiga 3 yilning ichida vabo 3-yilga qadam qo'ydi. Buning ta'sirida iqtisod cho'kkandan keyin nurg'un davlatlar kengayma pul siyosatiga yo'l qo'ydi. Masalan, Amerikaning o'zini ilib bilsak, 2019 yil dekabrdan o'tgan yil dekabrgacha bo'lgan ahvol ostida 3 trillion pulni taqdiyat kengayma pul siyosatiga yo'l qo'ydi degan gap. Bu nimani keltirib chiqardi desa, pulning o'shiqchiligi, ya'ni pul muomala iqtisodshunoslikdagi bir muhim narsa va quantitative theory of money degan gap. Ya'ni pulninki ta'minlash miqdori oshib ketgan vaqtda pul paxalligini keltirib chiqaradigan bir shunday bir ahvol bor. Ya'ni bahoni oshiradigan ahvol bor. Ya'ni shunday ahvollar davlatlarninki kengayim pul siyosati har qaysi davlatlarda pul paxalligini keltirib chiqadi. Bu ahvol masalan Turkiyada mana aytdi gavdilik, intayin gavdilik. Kishilarning kirib o'sib ketgan ahvol ostida bu pul paxalligininki bu qadar yamrab ketishi kishilarning turmushini haqiqatan ig'ir kunga qo'ydi. Amerikada 40 yildan bu yangi eng chong pul paxalligi yuz berdi. Ya'ni 4-oyga chiqqan statistikalar CPI Consumer Price Index deganga qaraydigan bo'lsak, bu 8.3% bo'ldi. Shunga 3-oydan boshlab Amerikaning Markaziy bankisi o'simni o'stadi. Dastlabda 0.25% o'stagan, o'tgan haftada 0.15% o'stadi. 6-oyning 14-kuni yana 0.15% o'stirdiga o'xshaydi. Undan keyin yana bir necha qitim bu o'simni 0.25%dan 0.25%dan o'stirdi degan gap. Bu deganlik nima desa, pulni qarz elib ishlatishning tan narxi o'sdi degan gap. Xuddi tovarlar bozorda ma'lum tovarning bahosi oshib ketsa, uning bo'lgan talab, ya'ni iste'mol ojizlagandek pul ishlatishninki, ya'ni pul qarz elishning o'sim nisbati pul qarz elishning bahosi o'sim bo'ladi. O'sim nisbati oshib ketgan vaqtda mayli aholilar bo'lsin, idora jamiyatlar bo'lsin, shirkatlar bo'lsin, qarz elish qiyin bo'ladi, olgandam azaladi. Chunki uning o'simini to'lash majburiyatiga tushib qoladigan gap. Bu nimani keltirib chiqardi desa, iqtisodning chekinishini keltirib chiqardi. Mana bu shunday sabablar tufaylidan kishilar hozirning o'zidagi ahvolga qarab tadbir belgilaydi ishlarini yaxshilash uchun, yana birisi buningdan keyin nima bo'ladi deganga qarab ham tadbir belgilaydi. Shunday bo'lgan ekan, agar o'sim nisbini o'stasa, shirkatlarning foydasi azlasa, bularning paylari texnik tushadi. Shunga hozirgi bozordan chiqib ketadigan bozor deb faraz qiladigan ishlarma bor. Warren Buffettning gapi bor, men o'tganda bir dedim. Pay bozorida mablag' sog'uvchilarga nisbatan aytgan vaqtda ularningki muvaffaqiyatli bo'lishi 3dan 1 sonliq ma'lumot deydi. Sonliq ma'lumotlarni tushunish, analiz qilish, masalan, SP 500, Nasdaq Composite deb qo'ydi. Nasdaq birlashma ko'rsatkichi degandaklarni tushunish. Iqtisodiy, makrolik iqtisodiy faoliyatlarni ham tushunish. Makrolik iqtisodiy ko'rsatkichlarni ham tushunish. Milliy daromad, o'sim nisbati, ishsizlik nisbati deganga o'xshash mushularni tushunish. Anadan sirt 3dan 1 kishilarning o'zining psixik hukmiga tayinish, o'zining ma'lum bilimlarga tayinish, 3dan 1ni talaga artib qo'ydigan shunday qiyalar bor. Albatta, mayli kasat bozor bo'lsin yoki chapchap bozor bo'lsin, bularda hamon uturdigan bo'ladi. Paychika bozorda odatda 7-8 yil uzun mezgil turmasa, utanmaydi deydigan shunday qarashlarni ko'rdim men. Shunga hozir hamda paychika bozorda buningki ahvol qanday bo'ldi deganda, oldimizga bir necha oy ichida yaxshilanish bo'lmasligi mumkin. Azroq ko'tarilishi mumkin, lekin yuzlanish emas, balki nacharlik yuzlanish bo'lishi mumkin. Ya'ni bizningki sog'an mablag'larimiz payda qilishning o'rniga davomli ma'lum mezgil tushib menishi mumkin. Energiya bahosi oshib ketdi,
pul pahalılığının nimesi var. Pul pahalılığı 8,13% degan gap. Östəsə, bu nemiga ta'sir ko'rsatsa, bütün avtomobil qarzilishdan tortib, xususlarning shaxsiy iste'moliga qarzilishdan tortib, Amerikada masalan odamlar kredit kart shirkatlaridan qarzdan pul qajlaydi emasmi? Anandan keyin uy ilishdan tortib buning hammasiga shunday ta'sir ko'rsatadi. Ammo ba'zi iqtisodshunoslar Amerikaning iqtisodini stagflationga tushib qolamdiki deb ansirayotganlar. Masalan, solchi bir iqtisodshnos var. Ayni vaqtda Kofi Annanninki Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi iqtisodiy maslahatchisi bo'lgan Jeffrey Sachs deb ilgari Harvard universitetidagi taraqqiyot institutida ishlagan, keyin Kolumbiya universitetidagi yer shari institutida direktor bo'lib ishlagan, o'zi solchi, ya'ni Xitoyparast bir odam bu. Bu odamninki lekin uning yana ilmiy bilimiga hurmat qilmasa qilmaydi. U Amerikaning iqtisodida nima bo'lishi mumkin, bo'lib qilish mumkin, stagflation tushib qilishimiz mumkin. Ya'ni iqtisodning ishi bo'lmaydi, balki turg'unlik bo'ladi, chekinish bo'ladi. Ondan yana bir pul pahalıligi ig'ir bo'ladi deb. Mandaq o'zining andisini o'tirib qo'yayotganlarmi bor. Men 1,5 yil burun degan Harvardning iqtisod professori Kenneth Rogoffning gapini. Ya'ni mushu vaboning ta'siridan dunyoning iqtisodidagi yaxshilanish 7-8 yil vaqt ketadi mushunga. Hozirgi ahvoldan qaragan vaqtda hozir 3-yilga qadam qo'ydik. Shunga tamkin bo'lmog'imiz kerak ekan. Shu iqtisodshunoslar bo'lsin yoki bo'lmasa ba'zi pul muomala, moliya planlovchilar bo'lsin, kishilarga nimani ko'rsatadi, ba'zilar andishni yo'l qo'yib, o'tir qo'yib deganda oldimizdagi ahvol texnik nacharroq bo'lishi mumkin. Bundaq ahvol ostida nima qilish kerak? Xizmati bala cho'qim xizmatini saqlash kerak. Xizmatini saqlash kerak. Ba xizmatini saqlash kerak. Ishsiz qolgandiklar chatoq. Ishsiz qolgandiklar uyning qarzidan to'layamagandiklar nima bo'ladi deganda, 2008 yuz bergan pul muomala krizisidan dak ahvolni yuz bermaydi degilmaydi. O chaqda pay cheki masala umumyuzlik nacharlashib ketadigan ahvol bo'ldi. Shunga iqtisodda ba'zi planlovchilar ashuna aql ko'rsatgan gibi. Mana xizmatinglarni yaxshilanglar, astoydil bo'linglar, xizmatinglarni saqlanglar. Andan keyin ikkinchisi ba'zilarning deyishda, hamda pay cheki bozorga chiqib mablag' sanmanglar deydi. Nima ish qiladi deganda, bu ahvol nacharlashib ketib qolsa, hozir salsanglar, ba'zilar shuna deydi, tushgan chaqda ol deb. Tushgan chaqda olgan bilan u yana tushib ketib qolsa, yana ziyon tortishga ish qiladi deb. Bu yerda iqtisodshunoslar fursatlantirib degan hukmdan aytdi, o'ylashdi. Ya'ni bir ish qilgan vaqtda, "Ma ishimni qilishimning buning foydasi nima, ziyoni nima?" deb o'ylashdi. Agar akildigan ziyon jiqrab qolsa, u ishni qilmaydi. Shunga mushularni hisoblab o'ylanglar, xizmatinglarni saqlanglar. Anadan keyin ba'zi uy volaga, shu hozir uy bozori agar uyani setib pul topmaysanglar, uyinglarni hozir setib o'tinglar demoqchi. Nimishqa o'sim nisbati shunday o'sadigan bo'lsa, bu hozir allaqachon mortgage deb qo'yamiz, uy elish uchun oladigan qarzning nisbati eshibyotadi hamda. Bu keyin ta'minlashga nima bilan aloqa? Uy bilan ta'minlashgami, ham uyga bo'lgan talabga ta'sir ko'rsatadi. Ta'minlash ta'sir ko'rsatadi deganda, ba'zi uy soldiganlar bankdan qarz oladi emasmi? Shunga bular yangi uy silib foyda olaman desam, qanchalik buni qarzilishimga, qanchalik o'sim to'lashimga kerak bo'ldi deb buni hisoblaydi. Uy setib olishlarmi, agar men hozir uyni setib olay desam, bozor qizib ketgandek turdi, o'zimni tutib olay, qarz olay desam, to'laydigan o'sim yuqori ekan deydi. Shuning bilan uyning bahosi keyin tushishi mumkin deydi. Anadan sirt yana ba'zilar nima desa, iqtisodda shunday davriylik bo'lib turdi, iqtisodiy faoliyatlarda chiqish bo'ladi, cho'kish bo'ladi. Pay cheki bozorda ham shu. Biz nurg'un narsalarni nurg'un kunlarni boshdan o'tkazgan. Bu ishlarning o'zininki ba'zi oxirgi nuqtalari bo'ladi. Bak ansirab ketmaslik kerak. Muhimi ziyonni azaltishning, foydani ko'paytirishning usulini emas, ziyonni azaltishning usulini qo'llanmag'imiz lozim deydi. Yana ba'zilar ma'voyliqi kundalik savdo qiladigan bor, pay cheki bozorida. Kundalik savdo qiladiganlarga nisbatan bak chiqib ketmasanglar degan tavsiyani qilibdi. Bu iqtisod to'g'risidagi gap. Ya'ni urushning ta'siri, vaboning ta'siri, pul pahallığı, yani kengayma pul siyosatini yo'l qo'yish ta'siridan kelib chiqqan o ishlar anandan keyin supply chain ishi deb qo'yamiz. Ya'ni ta'minlash zanjiridagi uzuksizlik. Anan Xitoyda bir necha portlarni taqavatdi, nol vabo bilan omikron bilan yuqumlanganlarning sonini nolga chiqaramiz deb. Lekin mumkin bo'lmaydigan ish, ammo hakim mutlaq davlatlar degan shunday bo'ladi. Shunga iqtisodiy qurbonliklarni bahsak mayli, ammo deb o'zining siyosiy maqsadiga yetish uchun ashni qilyapti. Buningki bu iqtisod giralishib ketgan, shunday yarashalishib ketgan ahvol ostida buningki dunyoninki har qaysi pul muomala bozorlariga ta'sir ko'rsatishi, iqtisodiy faoliyatlarga ta'sir ko'rsatishi bu aniq. Ya'ni shunday bir necha omillarning birikishdan tuzilgan bir kuch
iqtisodniki nachar bo'lishini keltirib chiqaryapti. Xo'sh, endi bu iqtisod to'g'risida qo'shim qisqacha deydiganim xabaringlarda bor, men bu kanalda mablag'chilik haqida so'zladim. Ani shipirliq pul masalasi to'g'ri so'zladim, to'g'ri. Shipirliq pul bozorga nayt cho'kish mezgilda. Ya'ni gullangan mezgildan hozir 70% mablag' uchib ketdi. Hozir 1.13 yoki 2 trillion pul qoldi. Asli bu 4 trillion yaqinlashib qolgan-ku deyman. 60-70% pul mablag' uchib ketdi onundan. Luna deydigan pullarni men elinglar deb tashabbus qilmagan-ku deyman. Lekin men Shiba Inu, Dogecoin, Gala, Solana deganlarni degan ko'pchilikka deydigan mesela Solana'nın azap qilinglar 5-10 ni ishib kelsa 20 nab qo'yinglar degan. Men Jeffrey Brown tashabbus qilgan uni. Men sizlarga deb berdim. Uning o'zim $200 to'lab uning 2 soatlik leksiyasini anglab, eng oxirgi nuqtasida bir yig'i so'zda shuni degan. Shuning gapini anglab baqay. Birisi qilganning bilganning yana 5 ni o'tkazganning gapini angla deydigan gap emas unchonlarda. Shuni men tashabbus qilgan. Anandan keyin Shiba Inu, Dogecoin deganlarda men aytib cho'kish va umumyuzlik shipirliq pullarda bir cho'kish va men dedim ya ne chiqdim. Shipirliq pullarningki tegi yo'q. Dengiz bu. Malayziyaning aeroplanida tushib ketgan ishlar bo'ladi. Shuni $500 jiqanmanglar deb. Ammo ba'zi kishilarimiz azroq payni ko'rganda jiq ilib oladi ekan. Endi jiq ilib olgan ekan o'zinglarning tanlash bo'ladi. Agar $500 ilib azroq ziyon tarsanglar, $200 ziyon tatib ketsanglar, albatta xapolab ketmaysizlar deb o'ylayman. Agar men bir yaxshi niyatim bilan dedim, yaxshi niyat bilan degan gapni ziyon tatib qolgan chaqda qag'ab qo'ysanglar mening o nima desa payg'ambar alayhisolamning gapi va uning zid ish qilgan bo'lsa, ya'ni kishilarga yaxshi gap qilishning o'zimi bir xil sayri saxovat deydi. Men Umar Hayyam shayxninki payg'ambar alayhisolam to'g'risidagi kitobini o'qigandim. Shunda gap ekan, payg'ambar alayhisolam shuna deydi ekan. Aytganda bir odamlarning o'rtasida azroq jidal majra bo'lsa, adil yarashtirib qo'yish, hal qilib qo'yish, bir at uloqqa mindigan odamga yordam qo'yish, bir bo'y mo'mayga yoki bo'lmasa bir qiyinchilikda qolgan odamga yordam qilish, ya'ni ashliqlarini yoki mollarini tushirib berish, yo'lda ketayotganda bir xo'xa yoki mix bo'lsa, masalan, shunaqa ziyonli narsa bo'lsa, ilishning o'zimi xayr saxovatning jumlasindir. Sog'lom yashash, oddiy sodda yashash muhim degandek shunaqa bir gap turib ekan. Aytdi, hayotimizda tatbiqlashga tegishli. Shunga hamda men deymanki, kishilarni har qanday vaqtda ziyon tatgan chaqdimi, ko'nglimizni pokiz o'tdan tutsak, inshaalloh Xudoyim sizlarning boylig'inglarni, niyatinglarga qarab texnik ko'paytib berdi. Xo'sh, endi men yana sog'lomlik masalasida shu nimada so'zladim. Saqsizlikda afat deydigan bir yozmam bor. Sog'lomlik haqida bir necha yozma bor. Shu topda o'qib qo'ydim. Andan keyin shu sog'lom yashashning ne qadar muhimligini kun sari his qilyapmiz. Taqdak oltinimiz bo'lsin, sog'lom bo'lmasak, huzur bo'lmaydi. Sog'lom bo'lmasa, qildigan ishlarni qilolmaymiz, qilmoqchi bo'lgan ishlarimizni qilolmaymiz. Sog'lomlik haqida, hayot haqida bunday so'zlar yozib qo'yapti ekan, men uni o'qib beray. Sog'lom hayot haqida. Kasalga giribdor bo'lmay yashash. Men birisining yozg'ini ekan, men shuni bunday xotirlab qo'ygandim juma. Kasalga giribdor bo'lmay yashash go'zallish. Men birisining buni tavsiyasini ko'rgan. Namrat dehqondek yasha, ya'ni oddiy soddiy yasha. O'stirguningni ya, ya'ni organik ko'ktat ya. Kundalik hayotda aktiv bo'l. Ya'ni emgakchan bo'l, tirishchan bo'l demakchi. Amalba besimdan xoli yasha, ya'ni xizmat, oila, ijtimoiy munosabat va iqtisodiy sabablardan keladigan besimdan xoli bo'l. Ya'ni ko'nglimizni ochiq, yo'roq, kang qo'saq tutsak, nurg'un ishlar turbidan to'silib qolgan su pakiz su turib to'silib qolgan narsalarni ekitib ketadi, ko'nglimiz xotirjam bo'ldi demakchi. Muhabbatli yasha, ya'ni kishilik munosabatda sog'lom, g'arazsiz, mehribon ammo kaskin bo'l. Ya'ni yaxshilarning yanida to, nacharlarning yenidan qoch demakchi-ku. Yaxshilarga ham ojizlarga hurmat va muhabbat ko'rsatishni bil. Ya'ni atrofingdagilarga muhabbat berish, ham ozorda yashashga tirish. Ya'ni biz kishilar nima deb qolaki, kishilarning qarshi bilan emas, o'zimiz belgilgan hayotdagi prinsipimiz bo'yicha o'zimiz qilmoqchi bo'lgan ishni yaxshi qilsak bo'ladi demakchi. Xo'sh. Endi mening o'qig'anim iqtisod ilmidan nimam bor? Doktorlik unvonim bor, ammo ba'zi kishilarning men shundoq degan gaplarni men anglagan.
Немені аңлаған десе, ой, иқтисадны жық оқыдыңыз, бірә іш қисыңыз болмамды, біз мұшындақ бір бейшінің yolunu tapsınız billik қисақ деп. О қеріндашларының көңілге рахмет. Бәзілерінің ашындақ дегелерімі ба, ой, деп, я чақ-чақ параң olsun, яқында параң olsun, ой, доктор оғаннан кейін иқтисадтың андақ қисаңлы болмамды о бұл деп. Әмді ішла, оншола оңай емес. Мен ұлағым чақ-чақ деп қойдым, Архимедтің кепені деп. Архимедтің даңлық пешаң нәзіресіні білісі. Bir пешаң тепіп бә маңа, яр шарыны қозғытып берей мен саңа дейді. Шының оқшаш, әмді бәзі, белім, тәжірбә, махарат дегенні өзініңкі вақыт кәген вақытта, өзінің тұпырғыда, шарайт кәген вақытта ішлетмесе, иелген бәзі белімләмі, неме әдісі, қорыққа құмғы ұрық чашқандек болып қалдыған кепләкен. Шыңа бұл мәсіле нұрғын адамларыныңки, нұрғын ықсашынасларыңғы бәлкім қойылған бос керек деп ойылдым. Сәбәбі 5 айның 9 күні Нью-Йорк вақты кездіңкі Стон yazıcısı Peter Coy деген кіші мау yazımını езіпті. Мен шөне қызық түйіліп кеткечке сілерге оқ берей дедім. Тәржім қып шықтым бұны бүгін. Әгер ықсашынаслар шүнше ақыллық болса, ола немешқа бай емес. Апторы Peter Coy. Өткен айды мен ықсашынасларының көз қарышының башқа кішілердің, яғни аммыдың қандақ пәрк қылдығалығы хақыдaki yazmamны илан қылғандың кейін, оқырманлардан нұрғын хат тапшырып алдым. Оларның инкасы орта қалды, суал характердегі мұны сөзге жығыншақ ұнатты. Ықсашынаслар шүнше ақыллық болса, олар немешқа бай емес. Ықсашынас болмағыным үшін, yuqorqidagi suali inkaslardan bezar bo'lib ketmadim yo, ammo onun cavabını tövəndikdə qızqarlıq, yəni bəzi külkülük, bəzi çoğunqur məniga to'lgan ko'z qarashlarda bo'lishi mumkin deb qaradim. Birinchi ko'z qarash. Iqtisodshunaslar boy bo'lishni ko'zlamaydi. Nurg'un iqtisodshunaslar hukumat tarmoqlarida va oliy maktablarda xizmat qiladi. Agar sen zo'r boylikni qo'g'lashadigan bo'lsang, undaq yerlarda ishlamaysan. Amerika Əmgək Statistika İdarəsinin məlumatıga asaslanganda 2021 yil may oyida iqtisodshunaslarning maoshining o'ttirdagi qiymati o'ttirchi qiymat demasa, o'ttirdagi qiymati $105,630 bo'lgan. Bu astronomlar, yadro injenerlari, teatr va o'yin sahna girimchiklarining maoshining o'ttirdagi qiymatidan to'van. Ya'ni butun maoshni tizib qilgan vaqtda 51 bilan 100 odam desak, 50 bilan 51 odamning maoshini qo'shsak, yoki mandaq aytgan vaqtda 20 odam iqtisodshunasi bo'lgan odamning $105,630 töven maaş aldı, $105,630'dan yuqarı aldı degan gap. Hech kim zahidlik yo'lini tanlaganlardan ularning nemişqa boy emasligini so'ramaydi. Chunki boy bo'lish ularning qo'g'lishadigan nishon emas. Mushu ma'noda aytganda, iqtisod ilmi iqtisodshunosga pulning tashayindagi narsalarni inom qildi. İctimai savollarga erkin javob beradigan sahifa bo'lgan Kuarada bir turkum mablag'chilik bilan shug'ullangan bankirlarning bir iqtisod professoridan agar u shu qadar aqlli bo'lsa, nemishqa uning boy emasligi haqida so'ragan savoliga bu professorning ular shu qadar boy bo'lsa, nemishqa ularning aqlli emasligi haqida savol bilan Nasriddin Apandim Pardis javob berganligi haqida chaqchaqma bor. Ikkinchi xil ko'z qarash. Iqtisodshunoslar iqtisod ilmi deyishgandir. İqtisod ilmidan bilimlik bo'lish boshqarish sohasidan tortib bankchilik sohasigacha bo'lgan manfaatli kasblarni ko'p asqatadi. Warren Buffett, Stephen Cohen, Kenneth Griffin, Henry Kravis va Elon Musklar iqtisod kasbida bakalavrlik yoki magistrlik unvoni olgan milliarderlardan sanaladi. Katkizib qo'ygan yer shuki, sen bu ilmni bak yaxshi ko'rib ketib doktorlik unvonini olasan-yu, ammo namrat doktorashtiga yoki yordamchi professorga aylansan. Qattiq palladam ahvol shundoq. Mening miqdorlik hayotim degan kitobda nazariy fizika olimi Immanuel Derman o'zining dunyoviy shuhratga ega fizika olimi bo'la olmaydiganligini tunib yetib, o'zining matematiklik qobiliyatiga talab kuchli bo'lgan Wall ko'chasida ishlashga boshlamagan chaqqicha o'zining haqiqiy ma'noda pul topolmaganligini yozgan. Uchinchi xil ko'z qarash. Iqtisodshunoslar amaliyotda uncholar aqlli emas. Men bu qarash qo'shilmayman. Meningcha iqtisodshunoslar aqlli. Ularning ichida bilimni to'shqanlari bo'lsa-mu, ammo ba'zilari mangdab qilishdan mustasno emas. Ular o'zlarining qiziqish nuqtasini yaxshi bilgani bilan boshqa nuqtalarda, masalan, iqtisod tarixida bo'sh,
demoqchimanki, bundaq iqtisodshunoslarning texniklik saviyasi bo'lgani bilan parasti yo'q. 4-chi xil ko'z qarash. Iqtisodshunoslar önümlük bozor qiyosiga esilib qolgan. Yo'lning bo'yiga tashlanib qolgan $20 pulni elish uchun egilgan bir yosh iqtisodshunos haqidagi mundaq chaqchaqpa. Uning xizmatdoshi peshqadam iqtisodshunos bu yoshga yerga egilib yurmaslikni. Chunki yerda tashlanib qolgan $20 rastlanib bo'lgan bo'lsa, uni boshqalarning allaqachon tepib olib, yanchuqiga silib bo'lganligini aytdi. Ya'ni yaxshi mol do'konda turmaydi demoqchi. Önümlük bozor qiyosi, ya'ni baho barliq mavjud uchurlarni o'zida aks ettirdi deb faraz qilishga bo'lgan mastanlik iqtisodshunoslarning bozordan hosil ilishga bo'lgan ra'yini qaytardi. Mana bu iqtisodshunoslarning nemishqa boy bo'la olmaydiganligining sababi. 5-chi xil ko'z qarash. Iqtisodshunoslar o'zlarini bozordan g'olib kelamiz deb o'ylashdi, lekin ular xatolashdi. Buning bir jonliq misoli Nobel iqtisod mukofotiga erishgan Robert Merton, Meyron Scholzga o'xshash iqtisodshunoslarni ishlatgan muddatli kapital boshqarish shirkatining ajoyib bir shaklda 1998-yili vayron bo'lishidir. Agar sen shu qadar aqlli bo'lgan bo'lsang, iqtisod mutaxassislikning qisqacha bayoni degan kitobni 1990-yili yozgan iqtisodshunos Derderi Mikhailovskiy menga el xabar qilib yozgan qetida, u 1970-yillari Chicago universiteti chog'da peshqadam iqtisod professorlari zoyim bozori haqida qiyoslarni qilishgan bo'lib, Milton Friedman nazariyasining asoschisi. Ash adam shunda debdi, ash ayolga o'sim nisbatining tuvallaydi deb gapirdi ekan. Shu gap bo'linganda o'sim nisbati 6% bo'lib, az vaqtdan keyin 10% ga chiqib ketdi. Shuning bilan ilqi chechan iqtisod professorlari nurg'un ziyon tortishdi. 1951-yili Kolumbiya universitetining iqtisod kasbi bo'yicha magistrlik erishgan Warren Buffett 2016-yildagi Amerika simsiz davlatlik televiziya kanalininki suhbatida bir ziyoratida bunday dedi. Tuzlik bilan aytsam, men iqtisodshunoslarning nima deyishiga diqqat qilmayman. Aqliy koeffitsiyenti 160 bo'lgan ömrünü iqtisod ilmiga bag'ishlagan aqlli iqtisodshunoslar bor. Sen aksiya o'ynab favqulodda beyib ketgan biror iqtisodshunosning ismini aytib bera olamsan deb so'radi u. Buffett yana angliyalik buyuk iqtisodshunos John Maynard Keynesning, ya'ni Keynesizmning asoschisi. Makro iqtisodshunoslik ilmining otasi deb qo'yamiz biz iqtisodda. Keynesning mablag' solg'uvchi sifatida kredit davriligini oldin mo'ljallash orqali iqtisodning qanday bo'lganligi haqida boshqa turganda takror mag'lub bo'lganligini, ammo u bu usuldan voz kechib asosiy puxta bo'lgan tijoratni arzon setib olganda, ya'ni Buffettning ma'lum bir mulkning tijoratdanki bahs tushgan vaqt setib olgan ishi ekan. Mushu usulni qo'llagan vaqtda muvaffaqiyat qozonganligini aytdi. Mablag'chi sifatida pul topmoqchi bo'lgan birisining iqtisod o'rganish orqali maqsadiga yetishining noto'g'riliigi haqida Buffettning aytganlari to'g'ri. Yana bir turli qilib aytganda, pul tepib berish iqtisodshunoslarning maqsadi emas. Iqtisod ilmi vosita bilan maqsad haqidagi ilmdir. Shunga iqtisodshunoslardan sizlar nemishqa boy emas deb so'ramay, ularning aqlini bu ilmda parlatishiga yo'l qo'yayli. Peter Koy ashnaq debdi. Ya'ni iqtisod PhD o'qiganligi uchun odamlar boy bo'lib ketmaydi. Buningga yoki boy bo'lolmaydi deb boshqa ko'z qarashni debdi. Hamda men 10 yillarning oldiga deyman bir asarni o'qigandim, ismi vaqalik bormi? Kitobning ismi, odamning ismi esimda yo'q. Bilasizlar, qadimgi Gretsiyaningki madaniyatningki dunyoga qo'shgan to'pisi cho'ng. Bu Gretsiya faylosoflarining Sokrat, Aristotel, ya'ni mushularga o'xshash, Platonlarga o'xshash. Jumladan yana shu iqtisodshunoslar ular shu davrda yana iqtisodiy masalalarni fikr qiladigan odamlarmi chiqqan. Ya'ni haqiqiy buyuk bir iqtisodshunos, bir yaxshi faylasuf yoki bir yaxshi mutafakkir iqtisodiy masalalarni ham yaxshi faraz yaxshi analiz qiladi degan gap. Shu vaqtda iqtisodiyotda fikr qilib yurgan, yezib yurgan bir gretsiyalik bir qadimda bir mutafakkir ekanda. Ammo bu kishi bakma boy emas ekan. So'zligini bilan, ammo boylik tepishga bak qiziqib ketmaydi ekan, bak yo'qsulman emas ekanda. Shuning bilan odamlar buni voy bu sen so'zliging bilan amaliyotda ko'rsatmasang qaysi gapingga ishonamiz deydi. To'g'ri? Kishilar amaliyot kishinadir, shunaqa xato emas. Degandan keyin bu kishi qarab bir yil qarasa toza qurg'oqchilik qilgan gap. Qurg'oqchilik bo'ladigan gap. Shunga azroq uningdan buning qazilib o'ziga pul bilan bu ochliq setib olgan gap. Ochliq. Anandan keyin kelar yil qahachilik bo'lib, ochliqqa sulab ketgan vaqtda ochliqni setib chiqib nurg'un pul topgan gap. Demak, iqtisodshunoslar
pul topaman deb kallasini ishlatsa, topadi, cho'qim topadi, yaxshi topadi. Ammo ma'o biz da'vatgan iqtisodshunoslar yaxshi ko'rdi o'zining ishini. Bir narsani yaxshi ko'rgandan keyin uning badal to'laydigan gap bu ham shu iqtisodiy iqtisodiy unum yoki iqtisodiy manfaat deb kelishi notayin. Kishilar bilganlarini kishilarga deb berish orqali xo'shallik topadi. Shunga mashundaq bir bizning kishilarimizning orasida shunday qarashlar bor-da, iqtisod o'qigan yoki iqtisodda doktorlik o'qigan odamlar nemishqa bayulab ketmaydi deb so'rab qolganlar bo'ldi. Bu boshqa odamlarmi shunday? Ya'ni jamiyatda, boshqa jamiyatlarda mana shunday so'raydiganlar bor ekan. Buningga Peter Koy nayti yaxshi yozib qargan chaqda burungi yozmasini o'qimadim. Yozmasida iqtisodshunoslarning favqulodda tasvirlab ketgan chig'i, shunga kishilar, "Unchilar aqlli bo'lsa, bular nima ish qilib emas" deb savol qo'ygan gap. Shuning uchun meni yozib ekan. Men buni qiziq tuyganligim uchun, ammo ustiga bu kanal iqtisodiy, asosan iqtisodiy kanal bo'lganligi uchun anglovchilarningki anglab qo'yishini. Nurg'un gaplar bo'ldi, jamiyatga har xil gaplar bo'ldi. Bu gaplarning hammasining yaxshi bo'lishini atayin, hammasining ko'nglimizni xo'sh qilishi, ovundirishi, yoki bizni boy qilishi, mamnunlik cho'ktirishi, ozodlik berishi atayin. Ba'zilari parakanda qildi, ba'zilari afsuslantirdi, ba'zilari g'azablantirdi va hokazo degandek. Ammo amalda kayfiyatimizni, ro'y kayfiyatimizni ozod tutib, yaxshi gaplarni anglab, o'zimizni yaxshi qilgan yaqinlarimizni, qarindoshlarimizni, xalqimizni yaxshi qilgan gaplarni, maslahatlarni, bilimlarni anglab, qo'llanib, bizga iqtisod o'qiganlarni amaliyotimizni ko'rsatsak, ishlarimizda yuksalanish bo'ladi. Bu tarixning uzun muddatlik bu iqillarda biz iqiyotimiz inshaalloh davomli oqimiz, yaxshi oqimiz Xudoyim buyursa. Shunga bu ishni ko'pchilik bilgan so'zlab bergim keldi. Rahmat hammalarga.